Assalomu alaykum aziz talabalar. Bugungi yangi ma'ruzamiz fanimiz lingva kriminalistika va ekspertiza. Fan o'qituvchisi Hamidov Mansur Abdumanopovich. Yangi mavzu bilan tanishib olasiz. Qamoqxona so'zlashuv tili va atamalar tahlili. 4 rejamiz mavjud darsimizda. Qamoqxona haqida tushuncha, jinoyat olamidagi tabaqalar so'zlashuvi, ta'tillarning turlari, ma'nolari, oxirgisi jargon va uning o'ziga xosligi. Darsimiz shiori oq va qora, demak mana shu bosh qotirma sifatida berganmizki, O'tkir Hoshimovning Nur borki soya bor. Demak, mana shu asar nomini, biblionimini biz dars shiori deb olganmiz. Maqsad ta'limiy, tarbiyaviy, rivojlantiruvchi maqsad bor bugungi darsimizda va men bevosita darsga o'taman, sababi juda katta mavzu bu. Tilla baliqcha she'rida bilasiz, Abdulla Orifni. Tilla baliqchani ko'lmakda kichik bir hovuz yashamaslik, u okeanlarda yashashligi, umuman o'sha ozodlik bilan bog'liq g'oyalar aks etgan. Mana ko'ryapsiz, qal'a yoki qafas qushning yoki o'sha odamning ozodlikdan mahrum qilingan holatda va akvariumda baliqlar saqlanishi. Umuman biz olamni o'zi bir qamoqxona deb atashadi, bir ko'chma ma'noda. Qalb qafasi degan tushunchalar bor va qamoqxona haqida tushuncha bevosita o'sha ilgari qadimda biron bir xato, kamchilik yoki bir noo'rin, nojo'ya ish qilgan bo'lsa, unga jazo sifatida qamoqxona berilmagan, aksincha vaqtincha saqlangan yoki qatl qilingan, kaltaklangan yoki jarimaga tortilgan. O'shanga qadar saqlab turilgan. Biz hozir o'sha daydixona deb nomlaymiz ba'zida, yoki 15 sutkaga qamalganda vaqtinchalik saqlab turib yoki vaqtinchalik tergov hibsxonalari ham mavjud. Umuman olganda o'sha O'zbekistonda qamoqxonalar 54 dan tashkil etadi. Bu haqda hozir ko'rib o'tamiz. Qamoqxona tarixi, demak, Buyuk Britaniyada 1550-yilda va Yevropa davlatlarida ish uylari va axloq tuzatish uylari paydo bo'la boshlagan. Turmalardagi sharoit va muhit o'sha ba'zi hududlarda bitta kameraga saqlashadi. Amerikada shunaqa qamoqxonalar bor. Bitta mahbusni bitta kamerada saqlaydi. Bu eng katta jazo, bu yolg'izlik hisoblanadi. Birov bilan suhbatlashish ham mumkin emas. Va umuman o'zi bilan o'zi qoladiki, va unga yolg'izlik jazo sifatida berilishi, olamdan uzilishi va u juda ham psixologik tushkunlikka tushib qoladi. Hatto aqldan ozgan holatlar ham bo'ladi mahbuslarni va turli xil jazo turlari bor. Men Hammurabi qonunlarini o'qigan tarixda qon bilan yozilgan deyiladi. Jazo yoki rag'bat degan tushuncha, masalan, tarbiyada ham deb olamiz. Umuman har doim ikkita tomonlama turadi. Yo rag'bat, yo jazo. Hamisha o'sha tarozi ikki pallasida doimo turgan. ChatGPT bergan ma'lumotlarni taqdimotga ko'rsatdik. Qamoqxona jinoyatchilarni izolyatsiya qilish, jazolash, tarbiyalash va reabilitatsiya qilish, oldini olish, prevensiya deb bizga ma'lumot berdi. Qamoqxona turlari ochiq rejimli, yopiq, maxsus rejimli, tergov izolyatori deb ma'lumot berib o'tgan. Buni ham ta'kidlab o'tishimiz kerak. Endi O'zbekistonda qamoqxona 54 ta dedik. Jinoyatni ijro etish koloniyalari qisqartma berdik. 18 ta yopiq turdagi, 25 tasi manzil koloniyalar va 11 tasi tergov hibsxonalari hisoblanadi. Jinoyat umuman ijroiya kodeksi bevosita mana shu jazoni o'tash bilan bog'liq va jazoni ijro etish departamenti faoliyat yuritadi O'zbekistonda. Umuman shu o'z navbatida jazoni ijro etish koloniyalari manzil koloniyalarga, umumiy qattiq maxsus tartibli koloniyalarga va tarbiya koloniyalari, turmalar va manzil koloniyalarini izohini taqdimotda berib o'tganmiz. Keyingisi imtiyoz. Albatta, mana yaqinda eshitgandirsiz, ijtimoiy tarmoqda ko'rgansiz. Kitob o'qigan mahbuslarning jazo muddatlari qisqartirilishi yoki prezidentimizning umuman inson qadrini ulug'lash bilan bog'liq islohotlari O'zbekistonda hayit arafasida, Konstitutsiya bayramida, umuman o'sha yil davomida mahbuslarni, aybiga chin dildan afsusda bo'lganlarni ro'yxati chiqib, ularni albatta kechirib ozod qiladilar va hamisha o'sha insonparvarlik va insoniylik tuyg'ulari, inson qadrini ulug'lash yurtimizda juda eng muhim masalalardan biri sifatida e'tirof etiladi va imtiyoz har doim o'sha bo'lgan munosabatlarda va oilasi bariga qaytib yaxshi yo'lga qaytganlar juda ko'p o'zini qilmishdan xulosa chiqargan holatda. Endi mana cheklanmagan miqdor telefon orqali so'zlashish, posilka yo'qlov va banderola olishlari hamda jo'natishlari mumkinligi, 2 oyda bir marta yaqinlari bilan uchrashishi mumkin. Svidaniya deyiladi rus tilida. Telefon orqali muloqot qilishi mumkin 1 oyda bir marta holatda
va imtiyozlar bor. U faqat ozodlikdan mahrum etiladi. Boshqa huquqlar saqlanadi. Tibbiy xizmatdan foydalanish, ta'lim olishi va hokazo. Kutubxonalar mavjud, qamoqxonalarda ham va tadbirlar o'tkaziladi, mehnat qilishi mumkin. Ishlab ularga o'sha maxsus maoshlar tayinlanadi va hokazo. Endi o'sha tartibsizlik jazolanishi albatta ichki tartib qoidalariga bo'ysunmaganlar qattiq jazolanishi va umuman o'sha karsiyarga o'tkazilish tariqa jazo qo'llanadigan yoki turmaga o'tkaziladigandan keyin sodir etilsa 3 yilgacha ozodlikdan mahrum qilishi mumkin. Qayta sodir etsa, yoki qamoqxona o'zida yana jinoyat sodir etadigan bo'lsa, xavfli retsidivist, ya'ni juda ham xavfli jinoyatchi sifatida e'tirof etilib, ba'zida o'sha ularga cheklovlar qo'yilishi mumkin imtiyozlarda. Qamoqxonadan qochish ham albatta jazolanadi. Vazirlar Mahkamasining 2022-yil 15-avgustdagi O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi huzuridagi jazoni ijro etish departamenti faoliyatini o'sha yana samarali tashkil etish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida 445-sonli qarori e'lon qilingan va qarorga ko'ra jazoni ijro etish tizimi xodimlari body kameralarni qachon va qanday ishlatishlari bo'yicha mazkur qarorda mana shu ko'rib o'tishingiz mumkin. Undan ortiq holatdagina o'sha ishlatishlari mumkin bo'ladi. Endi vaqt время. Bu gazeta faqat qamoqxonalar aro chiqadi O'zbekistonda va o'sha mahbuslar faoliyati, ularning o'sha hayotiy voqealari aks ettirilishi, faoliyati bilan bog'liq qamoqxonalarni mana shu gazetada maqolalar yoki umuman faoliyatlar yoritib boriladi. Xo'p, endi mahbuslar kiyimiga to'xtalsak, mana ularning izohi va qanday holatda o'lchamli bo'lishi. Ba'zi hududlarda o'sha ilgari bilasiz, zebra chizig'iga o'xshagan holatda va sabzi rangida orqasida mahbus deb yozilgan bo'ladi ingliz tilida. O'zbekistonda ham bu qamoqxona kiyimlarini takomillashtirish bo'yicha yangi formalarni joriy qilish bo'yicha ishlar olib borilmoqda. Ularni raqamlashtirish, bir qator o'sha www.ubuy.uz saytiga kirsangiz qamoqxonalar bilan bog'liq kiyimlar haqida ma'lumot olishingiz mumkin. Endi qamoqxona aloqa vositalari bu telefonlar o'sha joyivo.com da mana shu telefonlar haqida ma'lumotlar berilgan, o'rganishingiz mumkin. Mana saytini taqdimotga keltirdik. Endi o'sha manzil koloniyalarida jazoni o'tash 113, 114 va 115-moddalar albatta jinoyat sodir etilishiga qarab jazoni o'tashning tegishli chorasi tanlanadi. 18-bobda ham umumiy tartibli koloniyalar jazoni o'tash 116 va 117-moddalarda bu haqda ma'lumot berilgan. 19-bobda qattiq tartibli koloniyalarda jazoni o'tash 118, 119-moddalar. 20-bobda maxsus tartibli koloniyalarda jazoni o'tash 120 va 121-moddalar. Yuqoridagi kodeksdan olganmiz. 21-bobi esa turmalarda jazoni o'tash. Bunda 122 va 123-moddalar o'rin olgan. 22-bobda tarbiya koloniyalarida jazoni o'tash. Detis koloniya ham deymiz yoki qiz bolalar maxsus yopiq maktablar yoki o'g'il bolalar uchun voyaga yetmaganlarni maxsus o'sha maktablari bor. 124-moddadan 129-moddagacha 22-bob tarkibida o'rin olgan. 5-bo'lim umrbod ozodlikdan mahrum qilish tariqasidagi jazoni ijro etish 136-moddadan 140-moddagacha 24-bob demak umrbod ozodlikdan mahrum qilish tariqasida jazoni ijro etish tartibi va shartlari. Ilgari O'zbekistonda bilasiz, oliy jazo o'lim jazosi bor edi va bu bekor qilindi. Hozir uzog'i 25 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish yoki umrbod qamoq jazosiga hukm qilish mavjud. Qamoqxonalar mana dunyo mamlakatlarida hattoki o'sha mehmonxona tipida qamoqxonalar va juda abgor holatdagi qamoqxonalar bor. Va darsimizning hozirga qadar bo'lgan qismi bu huquqiy tomoni edi, yuridik tomoni. Kriminalistikada endi lingvistik xususiyatiga o'tamiz. Qamoqxona so'zlashuv tili qanday? Masalan, yoqimli ishtaha degan so'z qo'llanilmaydi. Xayrli tong qo'llanilmaydi yoki qamoqxonada o'sha maxsus ovqat beradigan, xabar yetkazadigan eshikni darchasini ular o'sha ona deb ham atash yoki o'sha tatuirovkalar qanaqa ma'no ifodalashini hozir ko'rib o'tamiz. Qamoqxonada xatlar qanday yoziladi? Progon deb nomlanadi. Rus tilida ham o'sha progonlar bor, mavjud, maxsus progonlar. Masalan, kimdir ozodlikdan mahrum qilinayotgan paytda u o'sha qamoqxonaga borganga qadar u haqida ma'lumot yetib boradi qamoqxonaga. Bu progon orqali bo'ladi. Mana shu xatlarni keltirganmiz. Xatlarda o'ziga xos maxsus tili bo'ladi. Kodlangan so'zlari bo'ladiki, uni faqat o'sha mahbuslargina tushunadi. Masalan, diniy ekstremizm, hizb tahrir, umuman o'sha O'zbekiston taqiqlangan saytlardan foydalanish,
faoliyat bilan bog'liq holatda qamalsa, birodarlik bilan qamaldim degan jumlalarni ishlatishi qo'llaniladi umuman. O'sha yoki qamoqxonada tabaqalanish mavjud. Baron deydi, korol deydi, yuqori tabaqa vakillarini, pastki tabaqa vakillari ham bor va ular juda abgor holatda umuman o'sha eng past ishlarni qilishga majburlanadi, jalb qilinadi va ular o'sha qamoqxonaning yozilmagan qonunlariga bilan jazolanadi. O'sha ichki o'zini tartib qoidalari bor, ular o'zlari tashkil qilgan va so'zlashuv nutqida ham o'ziga xos bir kodlangan leksikadan foydalaniladi. Bu bo'yicha hozir ko'ramiz, rus tilida hatto katta slovar ham nashr etilgan. Tatularning turlari va ma'nolari, tatuirovkalar, nakolkam deymiz, fransuz tilidan olingan va tayti tilda ham buni ma'no shundaki, igna bilan sanchilgan degan ma'noda sanchib tushirilgan mana nakolkani izohini ko'ryapsiz va maxsus ranglar bilan bo'yoq beriladi. Umrbod qoladi. Ba'zi tatuirovkalar muddatli, 1 oy, 2 oy, 3 oy, 1 yillik ma'lum vaqtdan keyin o'chib ketadi. Qamoqxonada yoki ilgari harbiy xizmatda o'tagan kishilarda bilasiz, tatuirovkalar qo'yilgan va umrbod bu ketmaydi. Masalan, barmog'ida mama deb yozish holati yoki o'sha boyagi paragonda ko'rdik sizlar bilan. 8 burchakli mana yulduzni ko'ryapsiz. O'sha maxsus Jizun Voram deb boshlanib, sarlavhasi mana shunaqa yulduzlar qo'yilishi. Mana tatularni o'sha Wikipedia ham ma'lumot beryapti bizga. Bu dizayn yaratish uchun terining demiz qatlamiga o'chirilmaydigan yoki vaqtinchalik tatuirovka siyohi bo'yoqlarni kiritish orqali tanani o'zgartirish shakli. Yozuvlar bo'ladi, shakllar, turli rasmlar bo'lishi mumkin. Qanday vaziyatda tatu taqiqlanadi va nakolka ko'ngilxushlik emas deganligi va chunki juda yomon noxush oqibatlarga olib kelishi mumkin. Teri rakiga olib keladi yoki o'sha agar allergik holat bo'lsa, u o'sha o'limgacha olib borishi kuzatilgan. Shuning uchun umuman islom dinida o'sha nakolka, umuman tatuirovka taqiqlanadi. Buni o'sha o'ziga xos tomonlari bor. Albatta buni diniy kitoblardan o'qib o'rganishingiz mumkin. Nakolkani mana o'ziga xos ma'nolarni ko'ryapsiz. O'sha o'g'rilar olami, o'sha jinoyatchilarning o'sha o'zining argosida, jargonida qanday so'zlar bilan ifodalanish ko'rsatiladi. Masalan, mana maxsus apparati bor, nakolka uradigan. Bu faqat ma'lumot uchun sizga aytyapman. Buni foydalanishni tavsiya etmayman. Umuman bu narsa taqiqlanadi. Mana peshnya, tig', pichelka, aricha, shpora, sanchqi va jalo, nish degan ma'noda. Mashinka, bo mashinka, tikish mashinasi, umuman o'sha mana ko'ryapsiz. So'zlarni keltirgan. Nakolkaning o'zini esa reklama, regalka, qayd yozuvi, mazut, siyohni mazut yoki loy deb atashi, rapiska, yozuvcha, kleymo, tamg'a, porchatka yoki sifatsiz chizilgan nakolkani partak deb atashadi. Xo'p, mana nakolkani ko'ryapsiz, maxsus o'sha ramzlar, simvollar ham mavjud. Nakolkaning ham foydasi tegishi qaysi ma'noda? Masalan, ba'zida xarita tushirilib inson tanasiga yoki ma'lum bir so'zlar yozilib, nakolka orqali uni nima demoqchi ekanligini nakolka orqali bilib olganmiz. O'sha Ichki ishlar vazirligi umuman jinoyatchi qidiruvda bo'lsa, nakolkasidan topib olishi yoki o'sha jinoyat ochiqlanmayotgan bo'lsa, qanaydir o'sha gumondor sifatida u zimdan kuzatilayotgan bo'lsa, nakolkasidan bilib olish holatlari juda ko'p kuzatiladi. Endi faqat surat emas, o'ziga xosligi bor. Mana AIDS, sifilis, qoqshol, gepatit, sil kabi jiddiy kasalliklarni yuqtirib olish xavfi ham mavjud. Do, ya'ni qo'ng'iroqcha rasmi bo'lib, qo'ng'iroqcha qamoqxonaga kirayotgan payt bir marta chalinadi, chiqayotgan payt bir marta chalinadi. Shuning uchun dangacha so'zlar ifodalanadiki, bu doimiy to'liq o'tirgan, amissiyaga tushmagan, afnomaga uning ro'yxati zikr etilmagan, ya'ni o'sha doim to'liq o'tirgan. Biz aytamiz, mana dumini berdi deydi, 6 yil 3 oy desa to'liq o'tiradi deydi xalqimiz tomonidan. Mana shunday holatda dogo, ya'ni dangacha ma'nosi. Mana ne budi? Uyg'otma degan ma'noda. Uyg'otsang juda yomon bo'ladi degan qanaydir ma'no ifodalanadi. Abreviaturalar, qisqartmalarda ham o'sha tirg'almasligi, jinoyatchilik pasporti, salon, fil ma'nosidagi mana ko'ryapsiz, SLON qisqartmani o'ziga xos mana izohini biz taqdimotga keltirdik. Shuningdek, mana juk, qo'ng'iz, желаю удачи край. Qo'ng'iz tepaga ketayotgan bo'lsa, o'rgimchak to'rida pastga ketayotgan bo'lsa, o'sha giyohvandlik aloqasi bor va yo'qligi, mana kod mushukning qanday ma'no ekanligini ko'rishingiz mumkin.
qisqartma shakli yozuvni asosan retsidivistlar bir necha marta sudlangan va qamalib chiqqanlar chizdirishadi mushuk rasmini. Bundan keyin Bars va My Life My Rules, buni ham o'zini izohi bor, mana ko'rib olishingiz mumkin bevosita. Va nakolkalarning turlari ham o'ziga xos. Buni ham ikki turga bo'lish mumkin. Ixtiyoriy chizilgan va boshqa mahsulotlar tomonidan majburan chizilgan nakolkalar bor. Mana epoletlar maxsus ramzlar orqali qanday ifoda etishi. Mana ko'rib o'rganib olishingiz mumkin. 7 ta biz epoletlarni keltirdik taqdimotda. Keyingisi o'sha tatularning turlari va ma'nolariga to'xtaladigan bo'lsak, o'sha Lenin va Stalin surati chizilsa, otishga mahkum qilingan bo'lsa, o'sha Lenin va Stalin rasmi yuragida o'sha ko'ksiga chizadi, otish o'sha taqiqlanganligi va shundan ba'zilar ozod bo'lib qolgan. Jargonlar ham maxsus o'sha, masalan, yoshlar o'rtasida ketdim, o'rinda sirpandim, pul o'rinda soqa, dollar o'rinda ko'k, san'atkorlar orasida xizmat uchun haq olmaslik o'rinda tomsuvoq, pul o'rinda yakan ma'nolar jargon sifatida safsafata deb e'tirof etiladi, izohlanadi, fransuz tilidan olingan. Fenyalar. Fenya shundaki, ilgari mana Sharabara qishloqlarda maxsus sotuvchilar bor, turli xil mahsulotlar sotib aylanib yurishadi. Fenyalar tili deyiladi. Bular o'sha maxsus cholg'u asboblarida yoki o'sha qishloqlarda, hududlarda yurib sotishgan narsalarni. Keyinchalik odamlar uni tuna boshlagandan keyin fenyalar maxsus leksikani o'ylab topadiki, o'ziga xos o'sha ular tushunadigan tilni o'ylaydi va mana shundan keyin o'sha jargonlar avj olganki, maxsus tabaqalar, maxsus o'sha tushunadigan tillar. Talabalar jargoni bor, shifokorlar jargoni bor, bank sohasi vakillarining jargoni va hokazo. Har bir soha vakilining o'ziga xos jargonlari bor va mana tarixini, fenyalar tarixini biz keltirib o'tdik. O'rganib olishingiz mumkin. Ishora jargoni. Mana ko'ryapsizki, har xil ishora turli ma'nolarni ifodalaydi. Tyurenniy semafor deb nomlanadi bu. Mana har bir qo'l ishorasi, yuzning mimikalari o'ziga xos ma'noga ega. Mana bizni kuzatishyapti desa, ikki barmog'ini qo'ysa yuziga. Agar go'yoki to'pponchani ifoda qilsa, ikki barmog'ini yonboshiga qo'ysa, bizni militsiya xodimi yoki oper kuzatyapti degan ma'noni anglatadi. Shimning orqa cho'ntagini ko'r degan ma'lumotni ham berishi. Mana har biri o'ziga xos ma'nolarni ifodalaydi. O'g'irlar jargonining omma tiliga transformatsiyasi ham mavjud. Bu o'sha ba'zida biz o'sha mana bundaqa rasm suratga tushamiz, ikki barmog'imizni ko'rsatib, bu o'sha Amerika prezidentlaridan biri, o'sha bilasizki, bu g'alaba degan so'zni ingliz tilidagi birinchi so'zi, men g'alaba qozondim, g'alaba qozonaman degan ma'noni anglatadi. Va qo'l ishoralari, umuman imo ishoralarini o'zini maxsus ma'nolari bor. Mana Slovak Tsyurenniy lagerniy blotnik jargoni Rossiyada rusturshunosligida umuman mana shunaqa lug'atlar nashr etilgan. Turma pochtasi, bu haqida keyingi maqolalarda o'qishingiz mumkin. Bugungi darsimizda Platina.uz saytidan ham bevosita foydalandik. O'sha ko'plab maqolalar e'lon qilingan. Sizga tavsiya etaman, Platina.uz saytiga kirib maqolalarni o'qib o'rganishingizni va ijtimoiy tarmoqlarimizda savollaringizni bevosita yo'llashingiz mumkin. Xayr, sog' va omon bo'ling.